Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi qadri baland qadrdonlar, mehridaryo insonlar, kelayotgan ayyomiylar bilan qadrdonlar, barchalarga yaxshi kayfiyat tilagan holatda Asaka tumani Fayzobod mahallasida siz ko'rib turgan bu joyga go'zal holatda tunkafonlarni qilib berganmiz. Barcha rasxodlar ichida 135 ming so'mdan hozirda vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. Do'stlar, sizlarga ishlarimiz qiziq bo'lsa, yoqayotgan bo'lsa, qadrdonlar, jigarlarga ulashib qo'ying. Tanishingizga yoki tunkafon qildirmoqchi bo'lgan hamyurtlarimizga ulashib qo'ying. Albatta sizga ham xuddi shunaqa tunkafonlar nasib qilsin do'stlar. Arzon narxlarda sifatli hamda tez vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. Do'stlar, ustunlarigacha o'rab berganmiz. Neobishniy holatda alkafonga o'xshab turadi do'stlar. Odam tursa ham hech narsa bo'lmaydi, chunki juda ham baquvvat qilib bukkanmiz. Xo'p do'stlar, bu yerga necha kvadrat ketdi deb o'ylaysiz? Do'stlar, bu yerga 465 kvadrat tunkafon ishlatganmiz. Ko'rib turgan joylar juda ham katta joy do'stlar. Oynali ramkalardan bu yerga 7 dona qo'yib berganmiz. Uyning egalari juda ham xursand bo'ldi, chunki uyga juda ham mos tushdi. Ya'ni fasadlariga, remontlariga bizning tunkafonimiz potsvet, ya'ni ranglari ham bir-biriga juda ham chiroyli holatda bo'lib bitdi do'stlar. Ekranda chiqib turgan nomerlarda WhatsApp, Telegram bor do'stlar. Agar uyingizni razmerlari yoki siz vodiydan bo'lsangiz bemalol murojaat qiling. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Biz sizga aloqaga chiqamiz. Ya'ni borib o'lchaymiz, hisoblab summalarini chiqarib beramiz. Bizda kataloglar juda ham ko'p. 6 yillik tajribaga ega bo'lgan ustalar uyingizga chiroyli holatda, siz xohlagan rangda, siz xohlagan dizaynda tunkafonlarni qilib beradi do'stlar. Xudo xolasa sizni hech narsaga urintirib qo'ymaymiz, chunki barcha rasxodlar ichida qilib beramiz do'stlar. Sizlardan talab qilinadigan narsa bir mahal obed xolos do'stlar. Qolgan ishni o'zimizga qo'yib bering. Ya'ni uyingizni ishonib topshiring. Albatta ishonchingizni oqlaymiz do'stlar. Sizga yoqadigan qilib tunkafonlarni uyingizga bezab, ya'ni har xil turdagi tunkafonlarni qilib beramiz.